Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Fotima va bugun sizlar bilan Pincolordan kelgan shunaqa chiroyli konstovarlarimizni, oddiy konstovarlar emas, estetichniy konstovarlarni birga ochib ko'ramiz. Stolim ustidagi videodagi barcha konstovarlarni aynan Pincolordan xarid qilsanglar bo'ladi. Korobka shunaqa chiroyli bantikli o'zi bo'ladi, lekin men tezroq sizlarga ochib ko'rsatkim keldi. Shu uchun korobkani o'zini ko'rsatyapman. Tezroq sabrim yetmayapti ochib ko'rishga. Shu uchun hozir yon atroflarimizni bo'shatib birga ochib ko'ramiz. Korobka kattaligi uchun srazu ochib ko'rsata olmadim, sababi sig'mas ekan. Shu uchun hozir endi birga ochib chetlarini bo'shatamiz. To'g'risini aytsam, boshida shunday sig'adi deb o'yladim. Organizerimni olishga erindim, chunki ichida narsalar to'la. Shu uchun hozir endi birga sekin ochamiz. Orqa taraflarimizni bo'shatamiz. Mana ochilmayapti ham videoda. Demak, orqalarimizni bo'shatib, joy topdik. Mana endi korobkani ochishimiz bilan shunaqa chiroyli nakleykalarni ko'rishingiz mumkin. Sovg'alarni o'zim juda ham yaxshi ko'raman va Pincolorda har bitta buyurtma uchun sovg'alar qo'yishga harakat qilamiz va albatta открытка menimcha hamma qizlar komplimentlarni yaxshi ko'rishadi. Korobkani shunaqa chiroyli qilib ochishimiz bilan to'la estetichniy va har xil pushti rangda konstovarlarni ko'rishimiz mumkin. Aynan shu konstovar katta-yu kichkina hamma qizlarga to'g'ri keladi. Spesial hamma yoshli qizlarga to'g'ri keladiganlardan tanlaganman. Bu nakleykani ko'rishingiz bilan o'zingizlarning stilinglarni eslasanglar yoki yaratsanglar bo'ladi. Men hozir shu nakleykadan o'zimning stilimni qidiraman. Ichlarini o'zim hali ko'rmaganman, shu uchun hozir birga ko'ramiz. Men o'zi ko'proq klassik va sport aralash stillarda kiyinishni yaxshi ko'raman. Shu uchun adashmasam meni stilim bu yoqda topish ozgina qiyinroq ekan. Siz qanaqa stilda kiyinasiz yoki qanaqa stilda kiyinish yoqada kommentariyaga yozib qoldiring. Hammasini bitalab ko'rsatib chiqaman. Albatta faqatgina har xil qizlar emas, balki shaharlarning ham rasmi bor. Scrapbookinglar uchun juda ham chiroyli chiqadi. Bloknot, kitob daftarlarga matoviy nakleyka. Bu flomaster ko'rinishi juda ham estetichniy, minimalistik stilda, ya'ni estetikani yaxshi ko'radigan qizlarga yoqadi va faqatgina ko'rinishda emas, o'zi oltita bo'lsa ham 12 xil rang berar ekan va 12 xil ifor, ya'ni shirin hid beradi. Va yana faqat bu emas, bitta tarafi boshqacha bo'lsa, bitta tarafi boshqacha yozadi. Ya'ni bitta tarafi yumshoq brush pen, hozir juda ham trend bo'lgan yumshoq flomasterlar, aynan yumshoq flomasterlarda har xil gullarni, har xil harflarni chizish juda ham chiroyli chiqadi. Men qo'limda yozib hozir ko'rsataman, sababi yon atrofimda stiker topa olmadim, hammasini olib tashlaganim uchun. Spesialni binafsha rangni oldim. Bilasizlarmi, binafsha rang bilan unchalik chiqisha olmayman. O'ylab qarasam, binafsha rangda kiyimim ham yo'q ekan. Nimagadir shu rangga harakat qilaman yoqtirishga, yoqtira olmayman, lekin ko'pchilikka yoqadi. Ko'rishingiz mumkin, mana bitta tarafi qattiq, bitta tarafi yumshoq, juda ham hidlari zo'r ekan, lekin ikki xil hid berar ekan. Menimcha hammaga bu flomaster yoqadi. Keyingisi shunaqa ingichka prozrachniy stiker, ya'ni kitobxonlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Agar bilmaganlar uchun flomasterda masalan kitoblarni chizishadi-ku, agar siz chizishni yoqtirmasangiz, aynan shu stikerlardan foydalansangiz bo'ladi. Har bitta so'z faqatgina kitob emas, masalan daftarda qo'shimcha darslaringizni yozganingizda belgilab qo'yadigan joylariga ishlatsangiz bo'ladi. Shunaqa katta sirkul nabor, ko'rinishi ham o'zi juda ham yoqdi. Ichida o'chirg'ichi, qalami, lineykasi, hamma narsasi birga chiqadi. Ko'rinishi ham estetichniy, ko'rinishiga ham baribir har doim hamma qarasa kerak. Juda ham noodatiy kalkulyator, ichidan hamma narsa ko'rinib turadi, ya'ni prozrachniy sensorniy kalkulyator. Hisob-kitob ko'p qiladigan qizlar uchun juda ham bu kalkulyator yoqadi, chunki ishlashi ham yumshoq. Bu mini kosmetichka penal qizlarga juda ham kerak. Aytsam aytmasam o'zingizlar bilasizlar, oldingizda doim olib yurishinglar uchun aynan kichik o'zingizlarga kerakli bo'lgan shaxsiy narsalarni sumchkalarni ichiga solib yurishinglarga juda ham qulay ekan va materiali ham yumshoq. Ko'p yozadiganlar uchun bu massajniy ruchka, ichida 4 ta chiqadi va yozadigan joyda gubkasi bo'ladi. Juda ham yumshoq ekan. Qo'lingizlar ko'p og'rib ketmaydi yozsanglar, o'zi umuman silliq ekan. Menimcha katta kichkina qiz hammaga mos. Masalan, men ko'p yozsam qo'limni cheti ishib boshlaydi, ishib qolardi oldin.
Bu bloknot meni eng yaxshi ko'rgan bloknotim. Menimcha hamma qizlarga shaftoli yoqsa kerak. Ko'rinishi juda ham nejniy, estetichniy, belida remeni borligi ham yoqdi va ichi ham juda ham qiziqarli ekan. Umuman zerikmaysiz, bu bloknotda hamma narsaga ishlatsangiz bo'ladi. Bu kitob o'qimaydigan qizlar ham albatta yaxshi ko'rib qolishadi, chunki ichida sevgi haqida va faqatgina sevgi emas, har xil sitatalar bor. Ya'ni ko'p kitob o'qiydigan qizlar masalan uyqusi kelib qoladi, aytishadi-da. Shuning uchun bu kitob ichida qiziqarli rasmlari bor, har xil so'zlari, sitatalari bor. Instagramga chiroyli rasm qilish yaxshi ko'radiganlar uchun shu kitobni tavsiya qilaman. Men bu kitobning birinchi qismini o'qiganman, Молоко и мед, bu ikkinchi qismi ekan. Albatta sizlar ham o'qib ko'ringlar, Pinkolardan zakaz qilsanglar bo'ladi. Shu mini bloknot menga juda ham yoqdi. Oddiy bloknot emas, bu slovar, ya'ni oddiy slovar ham emas. Masalan, so'z yodlaganingizda qo'lingizda yoki nimadir yopib turasiz-ku, buni o'zidan chiqarganda, masalan, so'zlarni yozsangiz, bitta tarafida shu qog'ozi bor, chiqarib yopib turasiz, yodlashingiz ham oson bo'ladi. Hamma chiziqlari ham tayyor chizilgan. Zakladka albatta hammaga kerak. Kitob o'qiydigan, masalan, o'qimaydiganlar uchun ham dars qilganingizda ham qaysi joyga kelganingizda kitob daftarlaringizga belgilab qo'yishga juda ham udobni, qog'oz qarab qidirib yurmaysiz. Keyingisi bu bumajniy stiker, ya'ni bu stikerda masalan kitob o'qiganingizda har xil o'zingizning fikringiz bo'ladi, shularni yozib yurasiz. Keyingisi bu dekorativniy skoch, estetichniy, menga juda ham gullari yoqdi. Menimcha sizlarga ham yoqsa kerak. Ichida 5 ta chiqargan, har bittasini rangi o'ziga yarasha har xil skrapbukelar uchun. Keyingisi bu o'chirgichli ruchka, juda ham ko'p ishlataman. Aynan men xato qilsam, shtrix ishlatgim kelmaydi. Srazu joyida o'chirgim keladi, shuning uchun menga o'chirgichli ruchka juda ham kerak. Keyingisi bu rangli ruchka, lapkali. Lapkani hamma qizlar menimcha yaxshi ko'rsa kerak. Juda ham chiroyli, noodatiy, 4 xil rangda. Ya'ni menga seri rangi borligi ham yoqdi, lekin yozib ko'rmaganman. Seri yozadim, ili qora bilmadim. Keyingisi bu shunaqa vintajni estetichniy nakleyki, aynan skrapbukelar uchun. Ichini ochamiz. Ko'proq kitob o'qiydigan qizlarga menimcha yoqsa kerak, chunki ichida har xil kitoblar, shunga o'xshagan rasmlar bor. Zakaz qilsanglar bo'ladi, albatta buni ham Pinkolardan. Obzor qilgan konstovarlarimiz ichida bu penala menga eng yoqqan narsa bo'ldi, chunki ichida hamma narsasi chiqadi. Birinchi boshida ochishga ozgina qiynaldim, to'g'risini aytsam, lekin kutishga arziydi. Ustini yana o'zingizlar bezatasizlar, ili shundoq qoldirsanglar bo'ladi, ili shundoq bezatasizlar. Ozgina kutib tursanglar, hozir ochiladi. Tadam, mana qaranglar, ichida qanaqa ko'p narsasi chiqadi. Stiker, nakleyka, qalam, ruchka, rangli ruchka, o'chirg'ich, zakrepka, har xil dekorativniy narsalar chiqadi. Menimcha puliga juda ham arziydi. Ichida bitta emas, ikkita ruchka va bitta qalami chiqargan va albatta ichida lineyka ham chiqargan. Lineyka borligi esimdan chiqib qoldi. Bitta tarafi oddiy chiziqli bo'lsa, bitta tarafi to'lqinli. Juda ham chiroyli lineyka ekan, hammasi kapibarali. Hozir birga nakleykalarni sanaymiz. Juda ham ko'pga o'xshayapti. Qaranglar, bitta penal ichida shuncha narsa. Hozir birga sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Xohlasanglar mana shu nakleykalar bilan penalni ustini yasatsanglar bo'ladi, ilija shunaqa qoldirsanglar ham bo'ladi. Men lekin yasatgan bo'lardim, bilasizlar, hamma narsalarni o'zgartirishni yaxshi ko'raman. Ko'rinishi oddiy bo'lsa ham, lekin noodatiy stiker kleysiz, o'zi shundoq devorga, masalan, xohlagan joylarga, kompyuter, notebookka avtomatik yopishadi.
Bu raskraska emas, ko'p qizlarga yoqishi aniq, faqatgina kichkina emas, katta qizlarga ham to'g'ri keladi. Ustida shunaqa 3D yumshoqqina o'yinchog'i bor ekan va ichida nakleykasi ham bor. Har xil stildagi qizlarni xohlasanglar flomaster, xohlasanglar rangli qalamda bo'yasanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli ekan. Menga hammasi yoqdi, o'zgacha chiroyli ekan. Va eng oxirgi obzorimizga yetib keldik. Bu bizda shunaqa chiroyli katta bloknot, ko'proq o'qiydigan va ishlaydiganlarga to'g'ri keladi. Purjinkaligi menga yoqdi. Xato qilib qo'ysanglar, qog'ozini olsanglar umuman iz qoldirmaydi. Orasida har xil mavzu uchun joylar ajratilgan qog'ozlari ham bor ekan. Videomiz sizga yoqdi deb o'ylayman. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like, kommentariy qoldirsanglar, videomiz yoqqanini bilib, yana ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Barcha konstitlarni Pinkolardan xarid qilsangiz bo'ladi. Instagram yoki Telegram orqali bizani kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha.